Bugungi obzorimizda biza Energy Mirzo Ulug'bekga kelganmiz. Eksklyuziv xonadon desam menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Siz yurakdan qip-qizil qizartirib qo'yasiz obunachilar. Biz obzor boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bu xonadonimizda 3 xona, lekin poзволяет qiladi 4 xona qilsangiz bo'ladi. 130 kvadrat kadastr bo'yicha plus polniy aynalasiga 30 kvadratdan oshiqroq balkonimiz ham bor. Qarang, zal bilan oshxonamiz katta studiya formatda qilingan. Bu joyimizni bemalol alohida razdelni qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu joyga bir e'tiboringizni qaratsangiz bo'ladi. Televizorimiz hammasi LG qilingan. Bu yoqda ekskursioniy, elektronniy kamin qilingan va juda ham kengina pol aynalasiga panorama oynalarimiz ham bor. Mana bu joyga keladigan bo'lsak, barni stolimiz bor. Tosh bular hammasi nastoящий tosh qilingan. Va bu yoqda polni, bu yoqda kotelni joylashgan, bu yoqda ko'ryapsizlar. Juda ham sifatli narsalardan qilingan. Mebellarimiz hammasi krashini. Texnikaga keladigan bo'lsa, hammasi Hoffman kofe mashinagacha qilib qo'yishgan. Mana bu yoqda ko'ryapsizlar, balkonni polni aynalasiga men hozir u yoqdan ko'rsataman. Balkon yana bitta. Kelinglar, kirish qismi mana shu joydan boshlanadi. Bu yerda domofonlar o'rnatilgan, bemalol dvorni domofondan ochsangiz ham bo'ladi. Mana stroyniy, polniy. Ana balkoni katta bo'lsin, menga balkon kerak deydigan yaqinlaringiz shularga yuborib qo'yinglar mana shu xonadonimizda. Mana bu dekorativniyga qarang. Bu ham boshqacha qilishi ham bor. Mana bu yerda ham polностью shkaf VIP. Yetarli darajada. Bu yerda esa общий sanuzilimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Mirzo Ulug'bek Energy joylashgan bu xonadonimizda Sayramda 12 etajli domni 10-etajda joylashgan bu. Skvoznoy xonadon. Bu yoq esa общий sanuzilimiz bo'ladi, ya'ni bitta. Ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r qilingan. Bu yoqda jakuzi, bu yoqda dush, sanuzil, hamma narsani cho'tka qilib qo'yishgan. Har bitta detallari o'ziga mos qilib, sifatli har bitta narsadan ishlatilgan, hurmatli obunachilar. Bu esa yana bitta katta spalni. Ko'rasizlar, aynalasiga bu yerda balkon bu yerda ham bor. Keling, balkonni ko'rsataylik. Balkonimiz. Balkon dvorga qaragan. Dvorga bitta e'tiboringizni qaratsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli qilingan. Uyimiz aynalasiga geobraskiy полностью balkon. Bu yoqda yana bitta spalni joylashgan. Ko'rasizlar, spalni ham ablah qarang. Mana beshlik narsalar qilib tashlashgan. Bu yerda bitta spalni qo'yib, televizor gilamlar qo'ysangiz, uyimizda tayyor holatda bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, hamma narsani pastda aytib o'tdim. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Biz maksimal harakat qilib sizga javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, bu uyimizni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 350 ming, 160 kvadrat, 3 xona, 2 ta sanuzildan iborat. Yana sizda naqd bo'lsa, imini shu joydan qarab yurgan yaqinlaringiz bo'lsa, yuborib qo'ying. Narxini yana kelishtirib berib yuboramiz, ham hujjat joyida. Uyimizda hech kim yashamaydi. Men barni stol mana bu joylarni aytib o'tmanman. Qarang, bu yerda ham xolodilnik, mini xolodilniklargacha bor ekan. Mana shu bitta ko'rsatib yuboringlar. Qarang. Bu yerda vino, konyak menimcha saqlashadi. Biz ichmaymiz, bilmaymiz. Shuning uchun hammaga rahmat, joylaringiz hammalarni yaxshi ko'raman. Like bosgan qo'llaring hech qachon dard ko'rmasin. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.